Napoleon Bonaparte Luiziana yerlarini 15 million dollarga AQShga sotib yuborganini bilasizmi? 1803-yil 30-avgust kuni jahon tarixi va geosiyosatini o'zgartirib yuborgan kelishuv imzolandi. Fransiya imperatori Napoleon Bonaparte Shimoliy Amerikadagi ulkan Luiziana yerlarini AQShga sotib yubordi. Luiziana oddiy shtat emas, balki Mississippi daryosidan Rocky tog'larigacha, Meksika ko'rfazidan Kanadagacha cho'zilgan ulkan hudud edi. Uning umumiy maydoni 2,1 million kilometr kvadrat bo'lib, hozirgi AQShning 15 ta shtatini o'z ichiga olardi. O'sha davr uchun bu hudud strategik jihatdan juda muhim hisoblangan hamda Mississippi daryosi bilan New Orleans porti savdo va transport uchun hayot-mamot masalasini hal qilardi. Xo'sh, nima uchun Napoleon bu hududni sotib yubordi? Buning bir nechta sabablari bor. Fransuzlarning Gaitidagi mag'lubiyati. Fransiyaning Amerikadagi asosiy tayanchi San-Domingo koloniyasi edi. Bu joy bugungi kunda Gaiti deb ataladi. U yerdagi shakar plantatsiyalari Fransiyaga juda katta daromad keltirardi. Ammo 1791-yilda qullar qo'zg'oloni boshlanadi va u keyinchalik mustaqillik urushiga aylanadi. Napoleon yuborgan qo'shinlar tropik kasalliklar va mahalliy qarshiliklar tufayli mag'lub bo'ladi. Natijada Fransiya Karib dengizidagi asosiy tayanchidan ayriladi. Luiziana esa Gaitisiz strategik ahamiyatini yo'qota boshlaydi. Britaniya tahdidi. O'sha paytda Fransiya va Buyuk Britaniya o'rtasidagi navbatdagi urush boshlanish arafasida edi. Britaniya floti dunyodagi eng kuchli dengiz floti bo'lib, Luizianani osongina bosib olishi mumkin edi. Napoleon uzoq va himoya qilish qiyin bo'lgan hududni yo'qotib qo'yishdan ko'ra, uni pulga aylantirishni afzal ko'radi. Yevropadagi urushlar. Napoleonning asosiy maqsadi Yevropada hukmronlik qilish edi. Buning uchun katta moliyaviy resurslar va kuchli armiya zarur edi. Luizianani sotish orqali Fransiya 15 million dollar oladi. Napoleon bu pullarni o'z armiyasini mustahkamlash va kuchaytirishga yo'naltiradi. Ushbu bitim AQSh prezidenti Thomas Jefferson davrida amalga oshirilgan. AQSh dastlab faqat New Orleans portini sotib olishni xohlagan edi, ammo Fransiya butun hududni taklif qiladi. 15 million dollar o'sha davr uchun katta summa bo'lsa-da, hudud hajmi va ahamiyati jihatdan juda arzon edi. Ya'ni har bir gektar 7-8 sentga tushgan. Natijada AQSh o'z hududini 2 barobar kengaytirib, kontinental davlatga aylandi. Luiziana savdosi Yevropaning Amerikadagi ta'sirini kamaytirdi. Fransiya Shimoliy Amerikadagi imperiya rejasidan voz kechdi. Buyuk Britaniya esa kuchayib borayotgan AQSh bilan raqobatda qolishiga to'g'ri keldi. Ko'pchilik tarixchilar bu bitimni tarixdagi eng muvaffaqiyatli ko'chmas mulk savdosi deb ataydi. Chunki u kelajakda AQShning global superdavlatga aylanishiga zamin yaratgan. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.